Assalomu alaykum Akfa.uz Instagram obunachilari, hurmatli mijozlar. Navbatdagi ishimiz bitdi. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Sultonobodda bo'ldi. Ixtiyor akamning xonadonlarida. Akamizga ana shunday eshik, rom, portichka olib kelib o'rnatdik. 5 ta eshik, 4 ta deraza, 4 ta portichka olib kelib o'rnatdik. Akfa Aldox 1 dupmokko rangidan. Oynaklari 2 qavat bo'ldi, oqqa yodviy bo'ldi. Keyin akamiz talablariga binoan ichkari tarafga mana shunday yodviy ichkari taraflariga, derazalariga gulla tonirovka tortib berdik. Hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pastki qavatda mana shunday 170 ga 80 lik eshigimiz, yonida portichkasi bilan. Doimgidek Akfa mahsulotlari, tag, argafon, ruchkalarimiz Akfa logotipi tushirilgan. Oynagimiz 2 qavat, oqqa yodviy. Eshigimiz qalampir gulli yodviy. Eshik yaxshi holatda. Pedagoglar qo'yilgan 35 lik. Yonida kirishkalarigacha. Portichkamiz 1.7 ga 70 razmerdagi bo'ldi. Ikkita bir xil. Bu tarafda ham eshigimiz bor. 70 ga 1.86. Chiroyli holatda. Portichkalarimiz pedagoglar qo'ygan, kirishkalargacha. Shu ichkari tarafiga gulli tonirovka qo'yib bering deyishdi, shunday qo'yib berildi. Portichkalarga eshigimiz 80 ga 1.86. Endi tepa qavatga chiqamiz. Tepaga chiqqanda ikkita bir xil razmerdagi eshik. 90 ga 235. Ichkariga chap tarafga ochilish. Chala bekilishiga baho berib qo'yasizlar. Romlarimiz 1.20 ga 1.65. Shunda ikkita ko'zli bo'lgan tepasida. Tagiga tonirovka tortildi, tortib bering deyishdi. Tortildi. Gulli tonirovkadan. Pedagoglar qo'yilgan 35 lik. Bu tarafda portichkamiz bor. 70 ga 50 razmerdagi. Buni ham pedagoglar qo'yilgan. Bu eshigimiz ham 90 ga 235. Chiroyli holatda. Romlarimiz
Mana shu 120 ga 170 mo'ljinday ozgina balandroq. Devori qisqaroq ekan. Podagonik qo'yilgan. 25 ga podagonik qo'yib berilgan. Bu razmerimiz ham bir xil. 120 ga 170. Oqqa yod o'ynaydi bo'lgan. Ichkariga tonirovka, gulli tonirovka tortib berilgan. Yodli tarafi sirtda. Tashqaridan bilinmaydi pashti. Ichkaridan shu holatda. Eshiklarimiz qalampir gulli oynaydan bo'lgan. Fakaltlari doimidek zaman krochka kaltlari bilan. Romlarimiz tashqaridan ko'rinishi. Общий summasi 15.600.000 so'm bo'lgan. Akamizga ancha o'tib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, eshik rom o'tish kerak bo'lsa, ayvonda oldini bekitish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaring xayrli bo'lsin.